5000 bo'ldimi okalar? Mana shu 100 mingdan olib qolaylik. Hozir aytib beraman, aka. Bu jinni zdachi qaytarmoqchimisan? Ha, 100 ming berdi-yu. Bu ahmoq har doim mijozidan zdachini bermasa, ushlab qolishga harakat qiling. Sodani barakasi ham o'shanda deydi. Hozir qarab tur. Aka, ko'rmaysizmi? Zaji yo'q aka. Ha, qashqillading, buning bir gapi bor. Kuningdan bir kuning qolsa ham tuxum ye, pulingdan bir so'ming qolsa tuxum ye. Mana shuni 45 ming zachi zoniga olib qo'yasiz. Aka, unaqa buga qarash qilmang. Ha, bizning do'konimizdan hech kim norozi bo'lib chiqib ketmang. Chez ochib yuring. Mana ishi bor aka. Ertaga kelgin dedingiz, keldim. Sen gap tushunasanmi? Ha, senga ertaga kelgin degan edim. Ha, nimaga bugun keldik? Ha, demak ertaga kelishim kerak ekandi. Ha, Ertaga esa pul bo'ladimi? bo'ladi, bor yo'q. Ertaga kelgin. Mana qilib kelishing. Va chek bermaysanmi? 5000 ga chek beraman, ustoz. Ahmoq ko'ryapsanmi? Er-xotin kazol bo'ladi. Do'kon rasmga olyapti. Hozir chek berma deydi. Ha, 5 ming ishlat keladi. Voy, bu ayol meni aldabdi-da. Ey shogird, ayollarning orqasidan sira yuzimiz kulmadi. Nima qilamiz endi? Qistroz. Ey kelaydi. Ha, bergan pulingiz qalbaki ekan-ku. Kopiya. Homiysiz chaqiraman. Ustoz, puli qalbaki emas. Shogird, bu dunyoda orqangni devordan boshqasiga o'girma. Muhim ishonch. Hozir qo'rqitib duxun olamiz. Yo'q, qalbaki emasdi. Ya aka, o'zingizdan chek bermabsiz. Mana rasmi bor. Men hozir shtrab to'laysiz yuborsam. Ha, biza 5 million to'lab qutulamiz. Ha, lekin men buni tegishli joyga topchirsam, kamida qamoqqa ketasanlar. Good power. Yo aka, militsiya chaqirmay, rasmni o'chirib tashlayman. Shtrab tildirtirmayman. Iltimos, ketdik. Urubcha. Ustoz, er-xotinni bopladingiz-a? Shogird, bu olamda xotinini gapi hamda ismi bilan ish qilgan odam ayollarga xos muomala ko'radi. Va!